Endi qizilajoli balishni tayyorlanishini o'rganamiz va muzlatib qo'yishni ham o'rganib olamiz. Buning uchun bizga kerakli bo'lgan unni ustidan qirg'ichdan o'tkazilgan margarin qo'shamiz va urvoqlab olamiz. Ustidan razrıhlitel qo'shamiz va urvoqlab olamiz. Qizlar har doim original razrıhlitel qo'shishga harakat qiling. Agar bo'lmasa chayni sodani qatiqqa yoki smetanaga bir choy qoshiqni o'ldirib solsanglar ham bo'ladi. Bitta tuxumni chaqdik va smetana ustidan bir choy qoshiq tuz solib, yaxshilab aralashtirib, xamiringlarga solib, juda ham bosmasdan yengilgina harakatlar bilan xamir qorishinglar kerak. Qattiq mushlash kerak emas. Bu somsamizni pesochni bo'lgani uchun tezgina urvoqlab, tezgina qorishtirib olinglar. Zuvalani 4 ga bo'laman, 2 ta balish yasamoqchiman. Shuning uchun 4 zuvaladan 2 ta balish chiqadi. Xohishga qarab siz 2 ga bo'lib kattaroq qilishingiz mumkin. Xohlagan nachinkadan foydalaning. Men kartoshka, go'sht, piyoz va ozginagina yog' soldim. Tuz ravorlar bilan aralashtirib oldim. Endi xamirni bitta bo'lagini yoyamiz. Yoyganimizda juda ham kesayotgan joylardan orttiribroq kesishga harakat qiling hamisha. Masalan, dumaloq o'lchab olgan bo'lsangiz, shundan 1 sm orttiribroq kesishingiz kerak bo'ladi. Bir tekisda nachinkani yarmini solib tekislab olamiz va ikkinchi xamirni ham yoyib olamiz. Mana yoyib oldik. Buni ham salgina dumaloq belgilagan joyingizdan kattaroq qilib 2 sm kattaroq qiling. Chunki ustidagi nachinkasi tortilib qolishi mumkin. Chetlarini yaxshilab chimchilab chiqasiz va ustiga tuxum sarig'ini surtib olaverasiz. Ustiga xohishga qarab bezak berishingiz mumkin. Kimdir sedana yaxshi ko'radi, kimdir kunjut. Men murchlar bilan, kunjutlar bilan bezatib olaman va shu holatda qotirishga olib qo'yaman. Birinchi klyonka somasdan qotirasizlar. Keyin qotib qolgandan keyin qarasanglar shuni qattiq bo'lib qoladi muzxonada. Keyingini selofanga o'rab qotirishga qo'yishingiz mumkin. Bemalol olib xohlagan paytingizda yana pishirib yeyishingiz mumkin. Mana shunaqangi chiroyli bo'lib har xil holatda chiqadi. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring.